Assalomu alaykum aziz talabalar, hurmatli YouTube ixlosmandlari, sizlar bilan yana diydor ko'rishganimizdan bag'oyat xursandmiz. Bugun yana o'zbek dialektologiyasi bo'yicha amaliy dialektologiya fani yuzasidan sizlar bilan yangi ma'ruza mashg'ulotini olib boramiz. Yangi mavzumuz o'zbek dialektologiyasining asosiy tushunchalari deb nomlanadi. Darsni men Hamid Mansur Abdumanovich olib boraman. O'zbek tili va adabiyoti kafedrasi katta o'qituvchisi. Dialektologiya bo'yicha turkum darslarimizni davom ettiramiz. Bugungi darsimiz rejasi bilan tanishib olasiz. Dialektal so'z maqomi nima? Demak, birinchi rejamiz shu, ikkinchisi esa dialektologiyaga oid terminlar tavsifi. Uchinchisi shevaga oid lug'atlarning ahamiyati. Va to'rtinchisi dialektologik atlas haqida tushuncha. Va oxirgisi til va sheva egasi. Adabiyotlar bilan yana bir bor tanishtirib o'taman. Samuxon Ashirboyevning o'zbek dialektologiyasi, Hadicha Fayziyevaning o'zbek dialektologiyasi darsligi va o'sha dialektal korpus tuzish nazariyasi bo'yicha Muyassar Xolovani darsliklari bor. Shuningdek, monografiyalar, bir qator sohaga oid bo'lgan o'quv uslubiy qo'llanmalar va amaliy ahamiyatga ega bo'lgan lug'atlar, mana shu fanimiz umuman olganda barcha mavzular doirasida o'rganmoqchi bo'lgan bilimlaringizni mustahkamlab va rivojlantirishga yordam beradi. Bevosita men endi darsga o'taman. Dialektal so'z maqomi nima? Bilamizki, so'zning o'ziga xos xususiyati bor. Ilohiylik ahamiyat kasb etishi mumkin yoki so'zning ohanrabodek insonlarning ko'nglini bir-biriga payvasta qilishi yoki o'sha so'z bilan jarohatlashi, umuman so'zning turli xil maqomlari bor. Shulardan biri dialektal so'z maqomi nima? Dialektal xususiyatli so'z nima? Ikkinchisi sheva so'zlari. Uchinchisi dialektal so'z. Umuman olganda, masalan biz Surxondaryo shevasi bilan oladigan bo'lsak, olashish, alashish yoki jelashish deymiz. Yo'q, jo'q yoki yo'l, jo'l, hozirni hazir, anorni onor deyish mumkin. Va Toshkent shevasida esa akani masalan oka va o'sha fonetik xususiyatiga ko'ra g'i tovushining Xorazm O'g'iz shevasidagi Surxondaryo shevasida ham so'zlar tarkibida ifodalanganligini ko'ramiz. Buni biz darslarimiz davomida fonetik o'sha dialektal fonetik xususiyat yoki fonetik jarayon va fonetik qonuniyatlarda ham ko'rib o'tganmiz. Va o'sha dialektal so'z deganda, misol uchun biz yartib deymiz, Surxondaryo shevasi, ya'ni ergashtirib degan ma'noda. Bu o'sha o'ziga xos noyob sheva so'zi bo'ladigan bo'lsa, yoki transport, taksini masalan ko'lik deyish. Qishloqlarda ko'p eshitganmiz. Ko'liging bormi dedi. Ya'ni o'sha transport yoki taksi ma'nosida aytiladiki. Xorazm shevasida masalan cho'girma deyish mumkin, bosh kiyimiga nisbatan. Bizda masalan do'mbira, baxshilar kuylaydigan chanqovuz, umuman o'sha milliy koloritni ifodalovchi o'sha lingvokulturollik kod sifatida ham biz o'sha sheva bilan bog'langan jihatlarni, etnografizm xususiyatiga ega bo'lgan, til tarixiga oid bo'lgan bilimlarni o'rganish chog'ida albatta o'sha shevaning o'sha fanlar bilan aloqadorligini ko'rib o'tamiz. Xo'p, dialektal so'z maqomi nima? Buni izohiga to'xtalib o'tishimiz joiz. O'ziga o'xshagan boshqa so'zlar ichidagi ham adabiy tildagi ham so'zlarga nisbatan dialektal ma'nolari bilan ma'no munosabatlari strategiyasidagi o'sha betakror mavqe nazarda tutiladi. Dialektal so'z maqomi deganda. Shuning uchun ham jonli shevalar leksikasining adabiy til leksikasi, o'sha leksik qatlamiga munosabati masalasi ham tekshiruvchilarning diqqatini o'ziga jalb etib kelmoqda va bu albatta tabiiy holat. Madrahimovning O'zbek tilining O'g'iz laqchasi leksikasi nomli Toshkent fan nashriyotidan chiqqan 1973-yildagi mana shu kitobida ushbu iqtibos keltiriladi. Dialektal so'z maqomi. Bu dialektal so'z maqomi sheva so'zlari ichida uning leksik semantik va semantik, ya'ni dialektal ma'no xususiyatlari bilan farqlanishi, adabiy tildagi so'zlarga nisbatan orfoepik va orfografik me'yorlari bilan adabiy til me'yori va talablariga bo'ysunmasligi, unda kam ishlatilishi yoki umuman qo'llanmasligi, ularning tarkibidagi leksik ma'no esa ma'nolar tizimida kam uchraydigan dialektal ma'no ekanligi bilan adabiy tildagi leksik birliklardan farqlanish jihati bilan ajralib turadi.
Masalan, lug'atlar juda ko'p. Bilamizki, o'zbek shevalaridagi lug'atlardagi o'sha so'zlarni dialektal lug'at tarkibida yoki adabiy tildagi albatta izohli lug'at yoki boshqa tirishnoslik lug'atlarida ham ko'rganmiz. O'xshash tomonlari ham bor, farqli xususiyatlari bor. Albatta adabiy til shevadan oziqlanadi. Ichki manba sifatida til boyib borishi shevaga asoslanishi bu sizga ma'lum va shevaning tarkibidagi so'zlar albatta dialektal maqomga ega bo'lishi uchun ularda yuqorida aytgandek orfoepik, orfografik, leksik, morfologik va bir qator xususiyatlar bilan farq qiladi va o'xshash tomonlarni ham kuzatish mumkin. Masalan, ishni chatoq qilibsan deydi. Yana yoki chatoq bo'libdi deydi. Chatoq bo'libdi deganda biz o'sha so'zlashuv nutqida ham qo'llaymiz, lekin ba'zida o'sha dialektal xususiyat kasb etuvchi so'zlarni adabiy til va sheva tarkibida ham qo'llashimiz mumkin yoki ba'zida shevada qo'llanadi-yu, adabiy tilda qo'llanilmaydi. Masalan, chelak so'zini paqir, satil turli hududlarda ifodalanishi mumkin yoki shotini narvon deyishimiz. Bu o'sha hududiy jihatdan variatsiya, shu variativli hisoblanadigan bo'lsa, lekin adabiy tilni muqobil bittasi qabul qilinishini yaxshi bilasiz. Lekin o'sha variativlikka ega bo'lmagan so'zlar albatta o'sha bittani o'zi to'g'ri qabul qilinadi. Mana dialektal lug'at maqolalarida ham afsan so'zini berganmiz, jo'sh deb, ya'ni Qashqadaryo shevasiga xos so'z hisoblanib, farosatsiz degan ma'noda bu lug'at maqolada negadir dialektal so'zning transkripsiyasi berilmagan. To'g'ri, 70-yillarda chiqqan bu lug'atda albatta Sobiq ittifoq partiyada nashr qilingan kitobda o'sha davr manzarasida yoki o'sha davr mafkurasi xususiyatdan kelib chiqqan holatda tartiblashtirilganligi tabiiy holat va mustaqillikdan keyin ham dialektal lug'atlar juda ko'p chiqdi. Ularda transkripsiya holati yoki o'sha izohi bilan berilgan holat ko'rishimiz mumkin. Masalan, Feruza Musayevani o'zbek xalq so'zlari lug'atida yo boshqa bir qator lug'atlarda ham va o'zbek xalq shevalar lug'ati yaqin 2 yilda yana qaytadan nashr qilinishi arafasida turibdi va bu bo'yicha qator ishlar olib borilmoqda. Endi mana abzal so'zini oladigan bo'lsak, ikki xil xususiyat bor. Xorazm shevasiga xos deb oladigan bu so'zni. Endi abzal albatta bilasiz, o'sha afsal yoki abzal bitta tovush bilan farq qilishi mumkin. Yaxshi, a'lo degan ma'noni ifodalaydi. Va otning anjomi mana suratda ham keltirilgan. Ot abzali deymiz, o'sha taqasi, egari va hokazo otga taalluqli anjomlar va yaxshi, a'lo degan, sendan abzal degan ma'noda, sendan yaxshi, a'lo degan ma'noni ham ifodalaydi. U fors tojikcha afzal so'zining shevada fonetik o'zgargan holatda qo'llanilgan shakli. Bu a'lo, yaxshi degani va lug'at maqolada o'sha 70-yillarda chiqqan kitobdagi lug'atdagi negadir o'sha dialektal so'zning transkripsiyasi berilmagani kabi u ifodalaydigan dialektal ma'noning o'sha izoh ham ko'p holatda ruscha berilishi ham bahsli ekanligi. Chunki deganda o'sha uning o'zi hali faollashmagan dialektal so'zlardan biri hisoblanadi. Ularning transkripsion holati quyidagi tarzda bo'lishi mumkin. Taqdimotda ko'rsatilgan diakritik belgilar bilan ham. Ya'ni ba'zi holatlarda bitta so'zni turli xil talqin qilish mumkin. Bu kontekstda ifodalanadi. Qanday ma'no ifodalanganligi, masalan, kal deymiz. Biz jargon sifatida masalan AQSh valyutasiga nisbatan ishlatishimiz mumkin yoki o'sha insonning qiyofasiga nisbatan, ya'ni sochi bo'lmagan holatda kal deb ifodalaydi yoki biz adabiy tilda uni ham kal deymiz va laqab sifatida ham ishlatishimiz mumkin yoki shevada esa quruq yer, umuman dov-daraxt o'smaydigan, ekin chiqmaydigan yerga nisbatan ham kal yer deb qo'llash bor. Bu dialektal so'z maqomi nuqtai nazaridan hech narsa o'smaydigan dala. Shu yerlarda ellarni biron giyoh unmaydi, hozir ham shuning uchun u kaldaya deyishadi. Ya'ni kaldala deyishi biron bir giyoh o'smaganligi uchun o'sha bir-biriga ma'no jihatdan, ya'ni insonning bosh qismi va o'sha dalaning hech qanday ekin unmasligi nuqtai nazaridan ham bog'liqligi bor baribir. Endi mana sheva so'zining dialektal maqomini oydinlashtirish uchun eng birinchi vosita bu dialektal matn hisoblanadi. Misol uchun mana suratda ko'rib turibsizki, g'ilmindi degan taom turi bor. G'ilmindi
Buning tayyorlanish xususiyati qanaqa? Tarkibiga qanaqa mahsulotlar ketadi? Somsani bir turi sifatida ham nomlanadi bu. U gap ichida qo'llanganda unga dialektal ma'no yuklaydi. G'ilminda mana Navro'z bayramida ham faol pishiriluvchi ovqatlar sirasiga kiradi. G'ilmindini o'sha kimdir qozonga tayyorlagan paytda uni bilasiz, turli xil nom bilan ham atash mumkin. Deylik, o'shani tayyorlash xususiyati ba'zi hududlarda bir-biridan farq qilishi mumkin va so'zlarni ifodalashi ham. Oddiy mana oshto'ppa yoki shulla, keskan osh, keskan degan bitta taom turini turli xil hududlarda nomlash. Endi o'sha mana G'ilmindida matnda e'tibor berishingiz mumkin. Mana enam bechara etda turib, xamir qarib, sut pishirib, shirin va go'shtli masalliqlar bilan G'ilmindini ikki turgan yoqqa tashlab pishirib olibdi. Atam esa tushdan so'ng palovdan oldinroq noyob ovqat bo'lgan yachmich, issiq non va sariyog'dan tayyorlab bo'ladi. Ya'ni yachmich va G'ilmindi haqida bu yerda gap ketyapti. Otasining o'sha yachmich iste'mol qilganligi va onasining G'ilmindi pishirganligi holati va mana nonning ustiga sariyog'ni qo'yishida va erigan issiq non ustiga sariyog' qo'yilgan paytda erigan holatda biz uni ham o'sha taomning bir nomi sifatida mana suratda ham keltirganmiz va matnni ham keltirdik. Matndan anglashladi bu qanday ma'no ifodalayotganligi. Dialektal so'z maqomi bo'lgan bilan o'sha dialektal so'z turlari mana 9 ta turga bo'lib olganmiz. Sof leksik dialektal so'z, leksik semantik dialektal so'z, 3-inchisi leksik fonetik dialektal so'z, 4-inchisi morfologik fonetik dialektal so'z, 5-inchisi morfologik leksik dialektal so'z, 6-inchisi leksik derivatsion dialektal so'z hisoblanadi, 7-inchisi esa frazeologik dialektal iboralardan tashkil topgan dialektal so'zlar va atoqli ot, toponim hamda joy nomlar shaklidagi o'sha dialektal so'zlar hisoblansa, 9-inchisi etnografik dialektal so'zlar, 10-inchisi ba'zi bir umumiste'mol so'zlarning dialektal ma'noga ega bo'lishidan shakllangan dialekt tizimi hisoblanadi. Dialektal so'z adabiy tilda ham o'sha matnda qanday ma'no ifodalashi va balkim matn tarkibida boshqa ma'no ham ifodalashi mumkin. Yoki tinish belgilarini qo'llanishi bilan ma'no o'zgarishini bilasiz. Matndan tashqari holatda qanday ma'no ifodalanishi. Misol mana oddiy oladigan bo'lsak, dialektal paremalarda ham, masalan, maqollarda ham o'ziga xos xususiyat ifodalanadi. Deylik, itning lahadini qidirib degan o'sha paremada lahad albatta odam vafot etgandan keyin lahad qozilib, masalan, o'sha qarg'ishlardan bo'yning lahad chirsin deydi. Va itning lahadini qidirib, itda lahad bo'lmaydiki, imkonsiz bo'lgan narsani yoki imkonsiz bo'lgan ishga nisbatan o'sha it lahadini qidirganday gap bu, iloji yo'q degan mazmunda ham ifodalanadi. Lekin lahad so'zini biz matndan tashqarida olsak, bu albatta o'sha diniy atama sifatida qaraladi. Yoki boshqa maqollarda ham, masalan, ustamchaga bastamcha deganda umumiy bu paremik xususiyatdan uni ma'nosini ifodalay olasiz, lekin alohida bu biron bir ma'noni ifodalay olmaydi matndan tashqari holatda. Xo'p, bunaqangi misollar juda ham ko'p qo'llaniladi o'zbek shevalarida. Xorazm shevasida ham O'g'iz laqchasida, Qashqadaryo, Surxondaryoning Qipchoq laqchasida, Farg'ona, Toshkent hududlaridagi Qarluq laqchasida ham bunaqangi dialektal so'zlar juda ham ko'p. Endi dialektologiyaga oid terminlar tasavvurga o'tadigan bo'lsak, dialektologiyaga oid terminlar, umuman atamalar juda ham ko'p. Mana taqdimotda ham ko'rib turibsiz. Va bular o'sha 100 dan ziyod. Uni albatta biz fan doirasida o'rganayotgan mavzular doirasida ularni qaysilarigadir murojaat qilamiz. Masalan, o'sha 4 ta komponent bilasiz: laqcha, dialekt, dialektizm, badiiy adabiyotlar tarkibida qo'llaniladigan yoki areal nuqtai nazardan ham so'zlarni dialektal atamalarni biz juda ham ko'p qo'llaymiz. Mana bu yerda ham keltirib o'tganmiz. Endi mana bu darsimiz yakunida esa sizga shevaga oid bo'lgan lug'atlarni e'tiboringizga havola etmoqchimizki, o'tgan darslarda ham aytganmiz va yana bir bor eslatib o'tmoqchimizki, dialektal so'z maqomi albatta mana shu kabi lug'atlardan o'rin oladi. Va sizda
o'zingiz uchun qiziqarli yoki bir zarur bo'lgan savollar bo'lsa, bizni ijtimoiy tarmoqlarimizga yuborishingiz mumkin. Albatta, o'zbek shevasi bilan birga bo'ling, tilni rivojlantirishga o'z hissangizni qo'shing. Kelgusi diydor qadar xayrlashguncha sog' va omon bo'ling. Men siz bilan xayrlashaman. Topshiriqlar shu, barcha vazifalarni ijtimoiy tarmoqlarimiz orqali yuborishingiz mumkin. Xayr, sog' omon bo'ling.